Bu xitoylik tarmoqlarni portlatyapti. U ayollar orzusini o'ndan bir narxga sotyapti ekan. Siz ishonasizmi? Bir eshitib ko'ring. Bu Hermes Keddi Himalaya. U barcha xitoylik ayollarning umumiy orzusi. Yo'q, nafaqat xitoylik ayollarning, balki butun dunyo ayollarining umumiy orzusi. Butikdagi narxini bilasizmi? 250 ming dollar. Va bu faqat sumkaning narxi. Uni sotib olishdan oldin siz uni xarid qilishga loyiq ekaningizga ishontirishingiz kerak. Bu shuni anglatadiki, ushbu sumkani ko'rish va sotib olish huquqiga ega bo'lish uchun siz butikda kamida 1 million dollar sarflagan bo'lishingiz lozim. Ammo bizning fabrikamiz ishlab chiqargan sumkaning narxi qancha ekanligini bilishni xohlaysizmi? Yaxshi, men sizga shuni aytamanki, bu butik narxidan 10 barobar arzon. Siz bilishingiz kerak bo'lgan narsa shuki, biz xuddi o'sha teridan foydalanamiz. Bu timsoh terisi, xuddi Hermesnikidek. Detallari ham oltin qoplamali zanglamaydigan po'lat, aynan o'sha materialdan. Boshqa hamma narsa, choklar, iplar, qolgan barcha qismlar aynan bir xil. Bizning narximiz esa o'ndan bir qismidan ham arzon. Sizga ma'qul keldimi? Yoqdimi? Yer yuzidagi barcha ayollarning umumiy orzusini amalga oshirishni xohlaysizmi? Nima qilish kerakligini o'zingiz bilasiz.